Shu mashinani 15 ming dollar desam olasizmi? Mashina aybi faqatgina mashinamiz suvga tushganligi sababli arzon sotiladi. Bu mashinamiz Koreyada yog'ingarchilik ko'p bo'lganda suvga tushib, sotuvga chiqqan. Mashinamiz Hailey Model. Mashinamiz o'zi asl narxi 100 ming dollar turadi. Bunda hammasi под zakazga chiqqan, sideniyalari, kojalari hammasi под zakazim, под цветом tayinlangan. Siniyga oq kombinatsiya qilingan, ko'rishingiz mumkin. Kolonkalar joylari ham, patolalar, alkantara sideniyalar hammasi kapitanskiy sideniyalar. Mashinamiz bitta aybi Koreyadan eksport qilishga faqat mashinamiz so'yish degani mashinani oldini kesiladi, orqasini alohida, oldini alohida qilib, boshqa konteynerga yuklab eksport qilishga mo'jna. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, aloqaga chiqishinglar mumkin. Yetarli darajadagi mashinalar bor. Mashinamiz 2025, 2024, 25. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar.